Bugun 2025-yil 10-oktyabr. Shu orzu bodringlarimizni hozir 29-terimlarda aytgandim. Tozalaymizmi deb. Yo'q, yaxshi terib turibmiz hozir kungacha. Bu yerdan sal kam chiqyapti-yu, lekin pomidorning orasidan ko'p chiqyapti. Bitta solyapti-yu, faqat ushlashlari sal qiyinlashib qoldi. Narxlari, bugungi narxlar pomidor bilan bodring 10 mingdan bo'ldi. Ertalab hozir olib borilganda 10 ming so'mdan bo'ldi. Endi hozir vaqtimiz yo'q. Agar vaqtimiz bo'lganda o'zi bu yerdan kam chiqyapti, buni tozalab retskiga ekib, hozir pomidor bilan ovora bo'lib turibmiz. Shuni hisobiga bunga tegmay turibmiz. Shuning uchun ham aytlarda o'tlar o'sib ketdi. Lekin shunda ham bitta hosil bo'lsa ham yaxshi, yomon emas. 30 kilo, 40 kilo teryapmiz har kuni. O'sha общий 30-40 kilo terib bozorga kuniga tashlab kelinyapti. Pomidor ham boshlangan biroz. Pomidor ham terib tashlab kelyapmiz. Borgan sari narxlar ko'tarilib ketyapti. Nimani hisobiga? Shu hamma joyda kam chiqayotganligini hisobiga narxlar ko'tarilib ketyapti. Bularning palaklari betdiki 5 o'tidiki ancha charchab qolgan. Pomidorda ichidagilar yaxshiroq. Xudojnik tushganda uni dori sepgandik, xudojnik ketdi rasa. Yaxshi hosil solishlari ham yaxshi bo'lib qoldi, ancha yog'dik.